Konstantiniya fath qilinganda Konstantiniyani ichidagi cherkovning rohiblari bir-biri bilan farishtalar erkakmi, urg'achimi deb tartishib o'tirgan ekan. O'shaning uchun fath bo'lgan. Dushman kelib bosgan, ularning dushmani bizni musulmonlar bo'lib olishgan. Sulton Muhammad Fotih shu odamlar bo'lib fath qilgan. Bizni diyorni mo'g'ullar bosib olganda, bizni diyorni mullalari, ya'ni Qo'shtirnoq ichidagi shu darajaga borgan ekan, bir chelagini ustidan sichqon sakrab o'tib ketsa, o'sha chelakdagi suvga tahorat qilsa bo'ladimi? Bahsni qarang. Javobi undan ham qiziq. Agar sichqon qo'rqqanidan sakragan bo'lsa, o'sha suvga tahorat qilib bo'lmaydi. Yoki shundoq sakragan bo'lsa, tahorat qilsa bo'laveradi. Chunki qo'rqqanida siyvoradi degan ekan. Masalan, ahvolini qarang. Keyin mo'g'ul kelib bosgan bizni. Shu masalalardan biroz ko'tarilmagunimizcha, birodarlar, o'solmaymiz. Eng muhim mavzularimiz oldinda turibdi. Ularni qilishimiz kerak. Yoshlarimiz juda qadr, ya'ni qobiliyatli yoshlarimiz ko'p. Men qaytib aytayapman. Bizni tomirlarimizda Abu Musa Xorazmiylarning qoni oqib turibdi hozir. Bu yurtlar xon ko'rgan yurtlar. Bu yurtlar dunyoni bir qancha joyiga hukmronligini o'tkazgan yurtlar. O'sha qonni tashiyotgan bu avlod endi o'sha qonga munosib ishlar bilan shug'ullanishimiz kerak. O'sha masalada to'xtab qolaversak, yana aylanib qolaveramiz. Lekin yechim bo'lmaydi, birodarlar.